Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar charchamayapsizlar. Bilasizlar, safarga ketdim o'rtoqlar. Kelishim shunaqa chiroyli bir podarkalar kelibdi. Nima bu podarka sizlarga olmaslik ko'rsataman. Mana buni qaranglar o'rtoqlar, shtraflarni. Sanog'i yo'q, men ko'pligini qaranglar o'rtoqlar. Endi bularni nima qilish kerak o'rtoqlar? Bularni hammasini endi to'lash kerak. Hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarimizni shtrafligi juda ham ko'p miplay chiqib ketishli holatda juda ham ko'p uchrayapti. O'shanga men bitta variatsiyalar topib qo'ydim. Mana o'rtoqlar, oson rastochkaga keldim hozir men. O, assalomu alaykum. Biladim, qalaysiz, o'zimsiz videoga olmang endi. Charchib xullas qarayman, safarga ketganimda. Shtrafli kelibdi, rosa ko'p. O'shanga menga o'sha shunaqa shtraf ko'p tushadigan shtraf bor insonlarga ham bitta endi bir eslatuvchi uchun video olmanda. Menga qarang, mana shu shtraflarni nima qilsa bo'ladi? Okay, mana shu shtraflarni boshlanish to'lovsiz bemalol kelib mendan yopib olsangiz bo'ladi shularni. Bo'ladi. Halol nasiya savdoga. Bo'ladi. Lupo ishlab yopib berasiz. Misol uchun hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarga mipga chiqib ketgani bor orasida, ishlab tushganlar bor, qilib berasiz. Qilib beraman. Mana bitta akkumulyatorlarni ko'ryapman aka. Hozir oldi qish. Juda ham ko'p insonlar akkumulyatordan qiynalishadi, sovuqda o'tirib qoladi. Bularni nimaga qo'yib qo'ygansizlar bularni? Okay, bular ham hammasi boshlanish to'lovsiz halol nasiya savdoga beramiz. Undan tashqari mashinani любой ehtiyoji, metina, servis xizmati, nirovka ruxsatnoma, litsenziya, taksopark boshlanish to'lovsiz biz qilib beramiz hamma. Gap boshqa. O'rtoqlar pastda profilligini qoldiraman. Hozir aloqaga chiqinglar, shtrafinglar bormi, balon taqishinglar kerakmi, xatoy qilishinglar kerakmi, metina qilishinglar kerakmi, akkumulyator taqishinglar kerakmi, hammasini berishar ekan. Sizning nechta ishtrafingiz bor? Kommentga yozib keting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu videoni ishrafga tushirib, o'rtaqlarga jo'natib qo'yinglar.